Hozirgi bo'ladigan operatsiyamiz polisinusatomiya, ya'ni hamma bo'shliqlari ochiladi. Ya'ni burun yondosh bo'shliqlari ochiladi. Bolada surunkali holat, kistoz, polipoz o'zgarish. Hozir inshaalloh shu operatsiyani bajaramiz. Gamir bo'shlig'ini ham ochib oldik. Gamir bo'shlig'ida mana kista. Hozir shu kistani olamiz, xudo xolasa. Mana alhamdulillah operatsiyamizni ham tugatib oldik. Hamma bo'shliqlarni ochdik, gamir bo'shliqlarini oldik. Kistalardan tozaladik. Mana beshikli pazuxalari, hammasi mana основной pazuxa. Ichidagi kistalarni oldik, ya'ni asosiy bo'shliq. Tepada frontalnilarni ochdik. Alhamdulillah operatsiyamiz yaxshi o'tdi. Bemorimiz stabilniy. Boshidagi doimiy og'riqdan qutuldik, xudo xolasa bolamiz.